Faqat Merc, BMW deb talashavermang. Audi ham bor konkurent mashinalardan. Audi A7 S-Line sport versiyasi. Va uni videoni qaranglar. Shundoq ham bunaqa baquvvat bo'lib turibdi o'zi ham. Borib bitta like bosib qo'yaveringlar. Mashinada 330 tadan oshiqroq ot kuchi bor. 3 litrli atmosferniy motor turibdi. O'zi ham bor, Audi'ni nima desam bo'ladi, nadojniligini yaxshi ko'radigan, baquvvatligini yaxshi ko'radigan odamlar haydaydi. Mashinamizga Michelin Pilot Sport ballonlari ham taqilgan. Hech qanaqa dokumentidan yoki mashinani texnik tarafdan aybi yo'q. 2016-yil 74 ming probeg yurgan, 74 ming kilometr yurgan. Lyuklari bor. Bose akustika salon holatlarini ham qarang. Zinalari isiydi, hamma funksiyalari ishlaydi. Mana bu orqadagi shoxi sport versiyasiga qo'ysangiz, ana shundoq spoilerlarini ko'tarib oladi. Bitta mana shu krelosida rasmlari ham bor, sepilgan joyi bor ekan. Ozgina perexod qilib rasmlarini ko'rsatishadi egalari. Egalariga telefon qilib, gaplashib, maslahatlashib, tekshirib, xarid qilsanglar bo'ladi. Mashina xullas sizga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa bitta kommentariyada kutaman. O'zi sizga nima mashina kerak? Nima mashina kerakligini ham yozib keting. Biz o'sha mashinani topib, sotuvga qo'yishga tayyormiz. Narxi $40 ming. Egalariga telefon qilib, tekshirib, xarid qilsanglar bo'ladi. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar.